Bir paytlar terma jamoamizning almashtirib bo'lmas futbolchilaridan biri bo'lgan Stanislav Andreyevni eslaysizmi? Stanislav Andreyev o'zbek futbolidagi eng tajribali va universal futbolchilardan biri edi. Bu himoyaning chap qanotida ham, yarim himoyada ham bemalol harakat qila olardi. Andreyev faoliyatining eng yorqin yillarini Paxtakor safida o'tkazdi. U Toshkent klubida 10 yildan ortiq to'p tepib, bir necha bor O'zbekiston chempionligi va mamlakat kubogini qo'lga kiritdi. Keyinchalik esa Metallurg, Navbahor va Sogdiona jamoalarida ham faoliyatini davom ettirdi. Stanislav terma jamoamiz safida ham muhim futbolchilardan biri edi. U O'zbekiston milliy jamoasi tarkibida 40 ta uchrashuv o'tkazib, 2 ta golga mualliflik qilgan. Andreyevning faoliyatidagi eng esda qolarli sahifalardan biri 2011-yilgi Osiyo kubogiga to'g'ri keladi. O'sha turnirda O'zbekiston tarixda ilk bor yarim finalgacha yetib bordi va yakunda 4-o'rinni egalladi. Andreyev esa o'sha tarixiy tarkib vakillaridan biri edi. Faoliyatining so'nggi yillarini Sogdiona safida o'tkazgan Andreyev 2026-yil boshida professional futbolchilik faoliyatini yakunladi. Shundan so'ng u murabbiylikka o'tdi. Hozirda Stanislav Andreyev Sogdionaning U21 jamoasi bosh murabbiyi sifatida faoliyat olib bormoqda.